Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu xonadonga yig'ilgan ota-onalar, hurmatli mehmonlar va kechamizning asosiy sababchilari bo'lgan 2000-yilgi bitiruvchilarimiz shu munosabat bilan yig'ilgan ekanmiz. Davramizga 2000-yilgi sho'x yigit va qizlarimiz davramizga taklif qilamiz. Marhamat 2000-yilgilar. Sizlar hurmatli bitiruvchilar, demak diqqat qilamiz. Bitiruv oqshomimizni boshlashga tayyormisizlar? Bitiruv oqshomini boshlashimizdan oldin hurmatli ota-onalarimizdan farzandlari uchun, kelajagi uchun tabrik so'zini so'rab qolamiz. Marhamat ota-onalar, xohlovchilar. Xush kelibsiz. Biz xush kelibmiz. Sizni tabarruk xonadoningizda mana bitiruv oqshomini o'tkazishga ruxsat beribsiz. Katta rahmat. Bitiruvchilar nomidan ham farzandlaringiz, nevaralaringiz kelajagi uchun marhamat tabrik so'zlarini. Assalomu alaykum. Bitiruvchi qizlar, bolalarim, hammalaringni mana shu oqshom bilan tabriklayman. Hammalaring kelgusida nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetishlarini xohlayman. Vatanga yaxshi xizmat qiladigan, ota-onasiga xizmat qiladigan yigit va qizlar bo'lib yetishlarini istayman. Rahmat sizlarga. Mana ota-onalaring sizlarni hurmat qilib kelibdi. Bu ota-onalaringga ham rahmat. Mana hammasi sizlardan umid qilib kelgan mana shu bolalarim shunday yaxshi vatanga xizmat qiladigan, meni boqadigan bola bo'lib yetishsin, qizlar bo'lib yetishsin deb yuribdi hammasi. Shularning niyatlarini oqlashlarini xohlayman men. Rahmat. Rahmat sizga kattakon. Marhamat, bitiruvchilarimizdan ham xohlovchilar bo'lsa, o'z tengdoshlarini tabriklashga ruxsat beramiz. Marhamat. Kim xohlasa shu, sonini farqi yo'q, chegara yo'q. Kelinglar. Marhamat, tengdoshinglarni tabriklashinglar mumkin bitiruv oqshomi bilan. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va hurmatli sinfdoshlarim. Bugun bitiruv kechamiz ekan. Hammalaringni mana shu munosabat bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Bugungi kechamiz ko'ngildagidek o'tadi, yaxshi kayfiyatda o'tadi degan umiddaman. Xudo xolasa shunday o'tadi. Bundan keyin ham mana shunday davralarda yig'ilishib turaylik. Sinfdoshligim oqibatimiz yo'qolmasin. Hammalaringga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Ota-onalar, sinfdoshlar, hammalarga kelajakdagi o'qishlarga omad tilaymiz. Kelajakdagi qanday orzu umidinglar bo'lsa, ota-onalarda orzusidagi umidi bo'lsa, o'shanday farzand bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum shu yerga yig'ilgan ota-onalar. Enam hammalaring kelajakda nimaga yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetinglar. Ota-onalar o'ylagan farzand bo'lib, yaxshi o'qishlarga kirib ketaylik. Hammamizga omad. Aziz sinfdoshlarim, hammaga salom. Kayfiyatlar yaxshimi? Iloyim
hamma o'ylagan orzu niyatlariga yetinglar hammalar. 1 yildan keyin shu institutga kirganimizni nishonlab o'tiraylik hammamiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz ota-onalar hamda sinfdoshlarim. Bugun mana shu yig'ilishimizda hammanglarga uzoq umr tilayman. Nimaiki yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasiga erishishlarga tilakdoshman. Oliy o'quv yurtiga kirishni niyat qilgan hamma sinfdoshlarimiz kirib ketishiga tilakdoshman. Ota-onasi orzu qilgan aqlli, esli, xushli farzand bo'linglar. Tabriklayman hammalarni. Marhamat, joylarni egallab olishinglar mumkin. Baqirib tabriklagan tabrik so'zinglar uchun katta rahmat. Shartimizni boshlab oldik, bitiruv oqshomimizni boshladik deb hisoblaymiz. Kayfiyatinglar bitiruv oqshomining oxirigacha shunaqa a'lo darajada bo'lishini tilab qolaman. Har bittanglar ota-onalar xohlagandek nima desa bo'ladi? Orzu havas qilgandek farzand bo'lib, o'g'il va qizlar kelajakda yaxshi kuyov, yaxshi kelinlar kelsin. Tabriklayman bitiruv oqshominglar bilan. Ikkita qo'shiqdan keyin bitiruv oqshomimiz shartlarimizni boshlaymiz. Marhamat, o'tirib olaveringlar. Tunlar go'zal va soling orzusida bedorman tongga qadar. Oy bo'lmas hijolat jamoling yog'dusida bedorman kun bo'lib nur bo'lib porlagan, chorlagan yoningga chorlagan. Darkori mastur menga olmonlar ham seni bir ko'rsam yetar. Dilga sig'maydi o'zga orzu armonlar ham huzuringda tursam yetar. Chorlagan Bitiruv oqshomimizni boshlaymiz. Hurmatli bitiruvchilar, hozir nima desa bo'ladi? Biror bir bayram boshlashdan oldin shampan ochish marosimi bo'ladi. O'shaning uchun biz ham bitiruv oqshomimizni boshlashdan oldin shampan ochish marosimini o'tkazmoqchimiz. O'shaning uchun 3 nafar yigitimizdan Epchil va Chaqqonidan Kamron Otabek va Jilay Abbos chiq 3 ta.
Tayyormisizlar? To'xta hali, tegma. 1, 2, 3 boshladik. Qizlarga ehtiyot qo'yinglar, qizlarga. Tepaga ko'tar og'zini. Kamron og'zini tepaga ko'tar. Oxirgi och, sochib. Oxirgi ochgan shampanni oxirigacha ichib qo'yadi. Bo'ldi, bu kalamga tegmasin. Kamron, qo'llab turamiz, hurmatli o'tiruvchilar. Kamron, tepaga qara. Qo'llab turinglar o'tiruvchilar. Tepaga ko'tar, tepaga ko'tar. Ochilmasa qo'yur, bo'ldi. Bo'ldi, qo'yur. Bo'ldi, bo'ldi. Zo'r. Demak, birinchi o'rinda Abbos ukamiz, ikkinchi o'rinda Otajon, uchinchi o'rinda yana Otajon. Demak, hamma ommaviy raqslarga marhamat, bitiruvchilar. Ota-onalar marhamat, farzandlarga ota-onalarni ham tortib davraga taklif qilamiz.
Quem não sair do chão só se atirando de azar. Resumindo meu esquema, eu só jogo de dama. Quero ganhar a parada, dar um sacode na cama. Se chamar no caso sério, pula fora e na briga. Primeiro lugar é gelo, essa só depois dos 30. Tô indo de intercâmbio, os tempos pro Canadá. Pra quem não sair do chão, são 7 anos de azar. Resumindo meu esquema em um só jogo de dama. Quero ganhar a parada, dar um sacode na cama. Se chamar no caso sério, pula fora e não brinca. Primeiro lugar é gelo, casa só depois dos 30. Tô indo de intercâmbio, os tempos pro Canadá. Pra quem não sair do chão, são 7 anos de azar. Quem não sair do chão são 7 anos de azar. Hurmatli bitiruvchilar, joy-joyimizga o'tirib olamiz. Va sizlar bilan keyingi shartimizni boshlaymiz. Gazeta shartiga chiqadigan 4 nafar o'g'il bola va 4 nafar qizimiz ixtiyoriy tarzda bu shartimizga chiqishsin. Separaga chaqir. Sekin. Hammamiz paramiz chiqdimi? Bo'ldi, demak, to'liq bo'ldi. Oramizni ozgina ochib turamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi yo'q turasizlar sizlar. Bittadan gazeta tarqaman, hozir shartni bilasizlar. Qonun qoidasini gazetadan oyoq chiqib ketmasligi kerak. Iloji boricha chiroyli o'ynab berishga harakat qilasizlar. Tushunarli? Gazetadan oyoq chiqib ketgan ishtirokchilarimiz davramizni tark etadi. Marhamat. Otajon, tezlash. Demak, 1, 2, 3 shartimizni boshlaymiz. Mana mahalla, obod mahalla, faqat siz uchun kuylaydi deya marakanlar. Yaxshi, gazetani yana bir marta buklaymiz. Hey. Yarmidan buklaymiz, ha. Shunaqa. Har bitta shartdan keyin gazetani yarmiga buklaymiz. O'shanisi esdan chiqmasin. O'g'il bolalar oyoq kiyim yechishga ruxsat sizlarga. Kablokda bosish yaxshi bo'ladi. Shartimizni boshladik. Tayyormisizlar? Ketdi.
Gazdan yana bir marta buklaymiz. Kamera bunaqasi ketmaydi. Tezlashtiramiz. Shartimizni boshladik. O'ynaymiz, qotib turmasdan. Bo'ldi, Kamol aka. Yana bir marta buklaymiz. O'rtasidan bukla. Bitta kamera bukladimi demak? To'y bunaqa maxinatsiya ishlatma, yarmidan buklasang. Bitta kamera qoldi demak, shartimiz g'olibi Kamron. Va sizlarni yolg'iz nima desam bo'ladi? Raqsga taklif qilamiz, omma kelinglar, marhamat. Kamron, shartimiz qonuniy, marhamat. Situation in the heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. Baby, tell me love how you put it on. You know the key to how to turn it on. The way you never ever hit the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Despacito, que te diga cosas al oído. Decimos estás conmigo. Despacito.
Kuchinglarni asranglar, soat 1 gacha ruxsat berilgan. 2 gacha bo'pti mayli. Shartlarimizni davom ettiramiz. Yuragida o'ti bor o'g'il bola, 5 nafar o'g'il bola kelsin. 5 nafar. 5. Hop, sonini ahamiyati yo'q, chiqinglar qani. Men to'sib qo'ymanglar, iltimos sizlardan bolalar, yo'roqqa turinglar. Birinchi bo'lib kim boshlab beradi? Yonimga kelsin. Birinchi bo'lib kim boshlab beradi? Shohruh ukamiz. Birinchi bo'lib qoshiqda aylanishga shartimiz bu. Qoshiqni yerga qo'yib, yerdan uzmasdan necha marta aylanib bera olasan? 30 ta aylanib bera olasan? 30 ta aylanasan, ha? Va'da berasan, ha? 30 ta ketdi, bolalar. Sizlar birinchiga turib olinglar. Men ushlab turaman, yiqilib tushsa. Sal nariroq turinglar, iltimos. Bu yoqda ham ko'rishyapti-da. Mana bu qurol senga. Kattaroq yo'q. Yo'q. Yerga qo'yasan. Orqaroq turinglar, orqaroq. Qizlar ko'ryapti nari yoqdan. Devor oldiga turib olinglar, iltimoslar. Qizlar ham ko'rishyapti-da. Xohlagan tezligida faqat qoshiq yerdan uzilmasligi kerak. Tushunarlimi? Demak, boshladik. Yerga qo'yasan, o'rtaroqqa turib ol. Bo'ldi. Boshla. 1 2 3 4 5 6 7 Orqaroq tursan. 8 9 tez. Tezlashtir. 10 orqaroq tur, o'zim ishima. Orqaroq tur. 11 12 30 degan 30 ta. 13 orqaroq tursan. Abbos. 14 15 16 tezlashtir. 17 18 bo'ldi. Tur shoh. 18 ta. Hozircha eng ko'p. Ey, bitta mana turinglar, bitta joyda turinglar. O'zim turibman, yiqilsa usha olaman shu bolani. Keyingisi qani? Otajon, kel. Ha, qurol. Necha marta? Farqi yo'q. O'zingga qulay usha olaver. Necha marta otabek? Ko'pchilik oldi. 2 ta? 30 tami? Ketdik, 30 ta boshladik. Qo'llab-quvvatlab turinglar. 1 2 3 tezlik. 4 5 5 ta. Yana 25 tasi kech qolib qo'yasan. Sarvar nechta edi sizlar? Bo'ldi, sen ham 30 ta rekord. Ket. 1 2 3 orqaroq turinglar bolalar. 4 5 6 7 Shartimizni hech kim tugatmayapti lekin. Bolalar, keyingisi To'lqin. Nechta edi? 30 ta yetadi. Xayrli ketadi. Boyagina o'sha olgan bolalarga o'xshab. Ketdik. 1 2 3 4 5 Shartimiz hech kim oxirigacha tugatmadi. O'shaning uchun shartimizni g'olibi kim? Abbos chiq. Abbos qoldi. Bitta Abbos qoldi. 1 2 3 4 5 6 tezroq 7 8 9 10 11 12 13
Jamshid o'zing chiqib kel. Jamshid. Jamshid kel. Bir bu qurolni bunga. Yaxshilab shu. Nechta o'zimizdan bitta. Bo'ladi. Qo'lingga kelgancha qani bir, sekinroq va'da bir, ikkita, 3. Ushashga ko'pchilik kerak bo'ladi. 4, 5, 6, 7. Ja, eplaysan. 8, 9. Hamma bolalar joyiga o'tirib olsin. Jamshid ukamizda ishimiz bor. Hammaga rahmat. Jamshid bosh o'ylamayaptimi? Sinfdoshlaringni tabriklashga kuching yetadimi? Yetadi. Demak, Jamshid ukamizdan tabrik so'zi eshitamiz. Qolganlar marhamat joylarga o'tirib olinglar. Sinfdoshlarimni tabriklayman bu qo'shiqni xalqlar uchun. Hamma davraga marhamat. Rahmat hammamizga va ommaviy raqslarga taklif qilamiz. Marhamat bitiruvchilar. Hammaga qarab dedim,
Otajon, sen o'tirmay qo'yaver. Jamshid, otajon kelinglar. Abbos, chiq. Chiqmaganlardan ham chiqardi. Chiqmaganlardan To'lqin. Kel uka. Otash kel. Nechta bo'ldik? 4 tami? To'lqin bilan 5 ta bo'libmiz. Chiq. 5 ta yetadi. Bu yigitlarimizni paralari ham chiqsin, iltimos. Ay bola, parang kim seni? Yo'q-ki. Qizlar iltimos tezlashamiz. Davramiz sovuq qolmasin. Bo'laveradi. 6 ta bo'lsa ham bo'laveradi. Tay qizlar bolalarimiz uzunasiga turib olamizda. Birinchisi yo'q, ha? Bu yoqqa sig'maysan o'zi. Sizlarga qanaqa ritmdagi qo'shiq bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha ritmga moslab o'ynab berishingiz kerak va qo'shiq tugagandan keyin to'xtab qotib qolishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarlimi hammaga? Hamma tayyormi? Kamol aka boshladik. Faqat sho'xroq. Abbos qimirlagani yo'q, lekin gapirdi. O'shaning uchun chiqarib olamiz. Mayli, gapirisham yo'q, keyingisidan. Tushunarlimi? Ket Kamol aka. Yuzlaring oydanda chiroy, san bunchalar ham qo'shiroy. Nozikkina nozikcha ot. Maketlar qalay Kamol aka? Klip bo'lsa bo'ladimi? Boshqacha variant ko'rak aka. Qo'y. Sen kelmasang ahvolim boy. Oyim kasandey, xonim kasandey, asal kasandey, o'zing kasandey. Oyim kasandey, xonim kasandey, asal kasandey, o'zing kasandey. Sen kelmasang Kim gapirdi? Sizlar juftligiga chiqadi, uzr. Gapirish yo'q edi. Kamol aka mahoratiga bog'liq bu yoqqa. Demak, boshladik, keyingisi. Ket Kamol aka. Qo'shiqqa moslab o'ynaymiz. Pokiza gapirish mumkin emas, chiqib ket. Kamol aka ketdik. Kamayib qoldi ular. Qo'shiqqa moslab, tezlashtiramiz. Yo'q.
O'tirib turinglar qolganlar. Kamol aka shunday tursiz, keyingi shartni o'tkazamiz. Bular turaversin. Keyingi shartimizga 3 ta o'g'il bola, 3 ta qiz bola kerak bo'ladi. Ketdi Kamol aka. Ozgina effektlar ham hisobga olinadi. Marhamat aka, o'zingdan bilib chiqib o'tir. Abbos senga gapiribman, qahramonsan. Abbos qimirlab qo'y. Ozgina qimirlasham endi chiqib ketadi, kechirish yo'q. Otajon qimirlab qo'ydim aka, marhamat. Ketdi Kamol aka. Ritmga moslab o'ynaymiz. Demak, shartimiz g'olibi To'lqin va Dilbar bo'ldi. Sizlarni alohida qo'shiqqa taklif qilamiz, marhamat. Davramiz to'g'ri sizlarniki. Kamol aka qo'yib bering inshaalloh. Marhamat hamma davramizga. Bitiruvchilar. When this one come, we got the real rough, so we got the real rough.
kelsin yonimga iltimos qilaman. 4 ta ekan, 4 ta. 4 ta chiqadi. Ichkaridagilar kelinglar. Otajon, Abbos. Chiqmaganlarda yana kim bor? Jamshid. Kel. 4 ta bo'ldik. Kimdir o'tirib tursin? Oranglardan 4 ta bu yoqqa turamiz. Shohruh, uka bitta xizmat bor. 4 ta kola bor, shuni olib kelib yuborgin. Uchta qolibdi. Ikkita Pepsi olib keldim. Ey, ochma. Tegmalaring. Tak, qatga turamiz. Manetga turib olinglar bir chekkadan. 1 litr chegirmasi bor buni keyin. Bu yoqqa tur. Bu yoqda bizga qarab turlaring, naryoqda. Pepsi ortiqchasi bo'lsa, jilayishib olib chiqinglar. Otajon, bitta Pepsini olib kel. Otabek yo'qmi senga? Ya, har doim bezga suv ichardi, hamma bolalar oxirigacha ichib qo'yadi. Shartimiz shunday. Ortiqcha gap qilmanglar. Ortiqcha gap qilmay turinglar. Shartimiz shunday. Ko'tarasan, qaysi biri tushursang o'rta nafas olib baglashgan pastga tushiragan bo'lsang chiqib ketasan, tushunarlimi? Bitta ko'tardingmi, oxirigacha iloji boricha. G'olib bo'lish uchun. Og'zini ochinglar, tayyor turib. Chanqatma to'kiladi-ku. Aziz chiqib ket, yutqizding. Sen ham chiqib ket. Yutqizding. Chiq bo'ldi. Chiq o'tir. Bo'ldi. Ochib oldinglar hammalar. Turva, to'g'ri turva. Hey. Hammalar yaxshi o'qishlarga kirib ketinglar. Sog'liq uchun. Oxirigacha. Ko'tar, otajon. Pastga tushirgan yutqizdi, pastga tushirgan yutqizdi. Pastga tushirmasdan sarvar ko'tar. Oxirigacha. Nafas oling. Otajon to'xta, ketib qolma. Bo'ldi, ketib qolma. Bo'ldi. Sarvar, ichasan oxirigacha, sarvar. Sarvar, ichingga turmayapti, oqib ketyapti. Bo'l, to'xtanglar. Aziz, ichmabsan-ku, og'zingda turib degan faqat. Pepsilar komandasi bu yoqqa. Kolalar komandasi bu yoqqa. Qani? Ko'pir deb tashladim. Yaxshi ko'rinishi aylantirib olgin. Aylantirib orqadan yaxshi ko'rinadi. Kolalar komandasi Aziz yutibdi. Pepsilar komandasidan Sarvar. Rahmat bitiruvchilar, hamma joy-joyiga o'tirib oladi. 5 minut sizlarga vaqt beramiz. Qolinglar, aldab olinglar. Ko'p yeb qo'ymanglar. O'ynaganlarda ichib olib qoling.
to'rtta yigitimiz. Otabek, Sarvar, yana kim bor xohlaydigan? Otabek, Sarvar, Aziz, Shohrux, Abbosni paralari tezroq. 5 ta bo'ldinglar. Birinchi sizlarmi? Marhamat, yonimga shart tushuntiraman sizlarga. Siz mana bu stolda o'tirasiz. Stolda o'tirasiz. Otabekka ko'zi boyloqliq bo'ladi. Bu tarafda turadi. Mikrofonni aytib turasiz, yo'ldida. Siz oldingizga topib borib, adashmasdan stulga o'tirib, sizga kola qo'yib beradi. Bu shartimizning nomi romantik uchrashuv deyiladi. Otabek sizga surpriz qilmoqchi bo'ladi, tushunarli? Demak, siz joyingizni egallaysiz. Demek hey, tayyormisiz Otabek? Sherigini gapini diqqat bilan eshitib turgin. Tushunarli? Oyog'i tegish kerak emas, ustidan o'tib kelish kerak. Tushunarli? Qolganlar jim turinglar, iltimos. Demak, shartimizni boshladik. Ketdi. Yurib kel. Uchrashuvda ham masofaga sondalik. Chapga. Ana ustida o'tib borsin. Tushunayapsiz? Otabek chaqqa aylanib. O'rgandim o'tdilar. Chapga. Oxirgi imkoniyat uka. Balandroq gapiring, siz uchrashuv kelmasa o'lib ketadi mashina tagida hozir. Tayyormisan? Balandroq gapiring. Yur. To'xta. To'xta. Ustidan. Ustidan tekin. Bo'ldi, yechim. Bo'yning. Shartimizni boshlak. To'xta. Oyog'ingni ko'tar. Oldiroq yur deb ayting. Yur. Piyola bor. Endi oyog'ingni ko'tar. Ikkalasini ham ko'tarib. Oyog'ing tagida piyola turibdi-da. To'g'ri. Chap oyog'ingni ko'tarib o'tkaz. Sal beroqqa qo'y. Sal beroqqa. Endi o'ng oyog'ingni tagida ham piyola bor, o'shandan o'tkaz. Yaxshi. Qo'y, to'g'ri qo'yibsan. Endi chap oyog'ingni tagida yana bitta piyola bor. Yaxshi. To'g'ri. Keyingisini ham xuddi shunaqa o'tkaz. O, yaxshi. Ancha repetitsiya qilgan ekansizlar. Stolga borsin, yoningizga. Yoningizga borsin. Ayting qolganini ham uriladi hozir. 3 ta qadam tashlab yeysan. Va 3 ta qadam bilan dast ochib ketadi stolga. Qo'ling bilan ushlab ko'ring stolni. Stolda kola turibdi. Hey, qancha pul yeyapsan? Piyola olsangchi.
Qidir. Ikkita piyola, ha? Romantik uchrashuv ham juda chiroyli o'tkazyapsan, Sarvar, yaxshi. Bo'ldi. Ben qolganini aytib turing. Toshib tashlaydi hozir. Endi piyolasini uzat sherigingga. Oling. Endi sana o'zing piyolangni ol. O'rningdan tur. Siz ham turing. Romantik uchrashuvga romantik tilaklar. Umring uzoq bo'lsin, nimaiki yaxshi tilaklar qilgan bo'lsang, hammasiga erishishingga tilakdoshman. Oliy o'quv yurtlariga kirishingga tilakdoshman. Romantik uchrashuvga emas bu. Sinfdoshlarmiz? Yo'q, bu shart sinfdoshlarga emas-ku. Sarvar, romantik uchrashuvga romantik tilaklar. Gapiga qo'shilaman. Biz ham qo'shilamiz. To'qishtiruvchisilar endi. Rahmat. Qoyil bo'lar ekanman. Pokiza tayyormisiz? Yo'lga chiqyapti. Azizbek, to'xta. Kulib bo'ldingmi? Aziz to'g'ri yur. Kelar, ko'rsa to'xtab. Aytdingiz ko'tar. Sekin yurgan Aziz. Aziz sekin kelar. To'xta. O'ng oyog'ingni ko'tar. Ha? Bos. Bosir, piyola sekin. Aziz ko'tar, ha? To'xta, sardor. Bos. Yo'q, to'xta, chaqra. O'tir, bol. Ko'tar. Oldinroq, bos. Bo'ldi. Nargisini ham. Bo'ldi. To'xta, o'rnasan hozir. Qolganini ayt. Aziz, o'tiradi ekan. Qo'la turibdi stoling ustida. Aziz, piyolani qo'yishingga. Baqirma, eshitilmayapti, baqirma. Piyolani oldiga qo'y. Qahvoni ostiga qo'y. Bunisi ham qo'yavering. Qo'y. Shada qo'y. Bo'ldi. Qo'yishingga. Endi ya söz bo'ladi. Sen bo'g'ra. Bo'ldi. Yo'q. O'zim yopaman, ber. Uzat qo'lani. Menga ber. Qo'lingdan tur keling. Qo'lani ol. Aziz. Chala romantik uchrashuvga chala romantik niyatlar. Baxtli bo'l. Sekin yurgan. Boshladik Shohruh. Aytganingda sekin yuribga. To'xta. Yur. Yur, sekin. To'xta. O'ng oyog'ing sal o'ng tomonga tur. Yur.
Yur. Ha, yur. Yur, sekin. Chap oyog'ingni bo'ldi, yur. O'ng oyog'ingni ko'tarib. Ha, to'xta. Yur, ko'tar o'ng oyog'ingni. Ko'tar, to'xta. Sal tomonga. O'ng tomonga. Yur. Chap oyog'ingni ko'tar. Oyog'ida piyonasin. Tagida piyonasin. Bo'ldi. To'g'riga yur. To'g'riga. Yordam berish bo'lmasin, buni uchrashuv. Bo'ladi. Yana nechta qoldi? Bitta qoldimi? Oxirgisi. Bo'ldi, qo'y uka. Uzat. To'xta. O'zing. Romantik uchrashuvga o'sha niyatlar. Baxtimiz uchun. Demak, bo'ldi 5-sinf qatnashuvni qo'yaveramizmi? Bo'ldi, tushunarli. 4 nafar ishtirokchimizdan eng yaxshisi kim bo'lganini kelgan tomoshabinlar ham ko'rib turibdi, demak. Sarvar va uning sherigi kim? Ha, yig'ishtirib oling, iltimos. Bu shartimizni g'olibi Sarvar va Shodiya bo'lishdi. Tabriklaymiz. Marhamat ommaviy raqslarga. Tú eres la luz de mi primavera, ay, tú no ves, ay mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna, ay bonito, mi alma, papito, dame tu alma, bonito, mi alma, papito, dame tu o'rtalab qolaylik stullarni. Qo'yamiz aka. Bu shartimizga Kamron, Jamshid va Otabek. O'yinimizning shartini bilasizlar. Xullas, birinchi ishtirokchi, ikkinchi ishtirokchi, uchinchi ishtirokchi, tushunyapsizlarmi? Gapni eshit. Birinchi ishtirokchiga Kamron olasan, xohlaganing birinchi ishtirokchi peshonasiga urib yorasan. Eshit. O'zi yorish bo'lmaydi. O'zi yorish bo'lsa ko'rganman o'tgansan. Bo'lmaydi bu. Qara. Sen urding bunda chiqdimi? Pishgan chiqdimi? Sen yutasan. Tushundingmi? Agar sen urding bunga ursang pishgan chiqdimi? Sen yutasan. Tushundingmi? Aytib qo'y. 3 ta dona pishgan tuxum bor. Uchalang chiqib ketishga yetadi. Tek hamma tayyormi? Otma. O'zing urmaysan.
Yovuzdan urgan qulaymi? Peshanasini yorib qo'ysin, xaslash o'zi uradi, qo'y. Bu ishdan turib qotasan, hozir peshanasiga. Mana siniqlarni o'zim yig'ib beraman. Boshladik Kamron, birinchi o'zingga. Xomchi, qizlar oldida xomni tasha. Kamron. Ve qimalatma. Bor kuching bilan ur. Otajon. Qattiq ur. Qanaqa pishgan chiqdi? Bo'ldi, o'rinatirsin. Baxtiylarga hali shuncha tuxum bor. Hali boshini asraylar, ancha urasizlar. Jamshid, shartli yer qiziqishda. Qara, yashit, urmay tur. Bittadan pishgan chiqsa, baxting. Bo'lmasa pishgan chiqmaguncha urasan uka. Qarindoshim kelmaydi. Bos. Mana chekib. Baka, davay. Keyingi. Qattiq. Pishganmi? Shuncha qilib ketdi. Demak, shartimiz g'olibi Otabek. Rahmat hammaga, ustunlar olib tashlaydi bolalar. Voel het voor me, voel het aan. Hoeveel zou je zoete lach. Maar naar boven en doe de rest naar beneden. Je kijkt zo mooi terug, sneden, zet je handen op je knieën en naar beneden tot je hielen. Je gaat lekker diep. Je mond gaat diep. Ga lekker. Geef het nog een draai aan en wit de boel goed op. Laat me draaien in die joint en geef me 10 push-ups. Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek, tik. Fanatiek, tik. Fanatiek. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Oh yeah. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete lach. Oh yeah. Gooi je vis omlaag, gooi je bil omhoog. Schatje, laat je gaan. Schat je heupen los. Zet je body aan het werk, laat je body trillen. Shit, dat bil is buiten naad, net de ruimte filmen. Gooi je vis omlaag, gooi je bil omhoog. Schatje, laat je gaan. Schat je heupen los. Wat erop, ik wil graag met deze dame chillen. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Oh yeah. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete lach. Oh yeah.
bitiruvchi qizlarimizdan shartga chiqmagan qizlar chiqishilarni so'raymiz, marhamat. Chiqmagan qizlar kim bor? Dilbar bor, Shodiy bor. Yana kim bor? Turmaylar. Qizlarimiz shartimiz juda ham oson. Bittagina so'z yozilgan bu qog'ozda. Uni qatoriga e'tibor bermang, lekin bittagina so'z yozilgan. O'sha so'zni to'rtalaylarda, masalan, bu yerda 5 ta so'z yozilgan, to'rtalasini ham to'xtatmasdan aytib bera oladigan g'olib chiqish kerak ichinglardan. Tushunarlimi? Tayyormisizlar? Eng oddiysini beraman birinchi. Bir marta o'qib chiqasizlar, keyin qog'oz menga berasizlar, ayta olasiz, xo'pmi? Eng oddiysi marhamat, o'qinglar. Qo'llarga olib o'qinglar, yaxshilab. Men so'rayman, aytib bera olasizlarmikan keyin? Bitta bu hammasini ikki qatorliga e'tibor bermaylar. Hammasi bitta so'z bu. Ikki qator bo'lsa ham bittagina so'z mana shu. Mana shu 4 tavarodagi so'zni adashmasdan aytib berganni 100 ming mukofot puli bor. Hamma qo'lidagini o'qisin. Bo'ldimi, tayyormisan? Tayyormisan sen? Va. Hammasini aytasizlar, bak. Tezlashtiringlar, sovuq qolmasin. Orzuyimdagi takan samas ekansan. O, молодцы. Bittasini aytdi bu qizimiz. Qog'oz bering, almashing. Ber, tayyormisan sen? Orzuyimdagi takan samas ekansan. Birinchi so'zimiz. Keyingisi. Orzuyimdagi emas ekansan. Orzuyimdagi takan samas ekansan. So'zimiz birinchisi. Tayyormi? Yana kim bor? Tezlashtiringlar qizlar. Davramiz sovuq qolmasin. Tayyormisan? Orzuyimdagi takan emas ekansan. Bo'ldi, bunisi keyingi kim? Mana o'qib aytdim. Yo'q. Yo'q. Otorinolaringolog deb yozilgan aytgan. Bir hafta yodladim buni. Bo'ldimi? Bugun beramiz, keyin yilga olib keladi. Qizlar tezlashtiringlar. Bu shartimizdan keyin Gulbazim bo'ladi. Bolalar, qizlar yaxshilab tayyorlanib turinglar, eski xotiralar eslab. Qarab aytmadi-ya. Chegarachilarimiz nikilardan misizlar. Nikildan misizlar. To'g'ri o'qidimmi? Chegarachilarimizdan nima dedik? Chegarachilarimiz chalg'it tashaning. To'g'ri ayting, xo'p, to'g'ri. O'qituvchining o'ziga 2 baho. O'qituvchining o'ziga 2. Tezlash. Ning qo'li modernizatsiyalashtirilmayotgandir. Okey. Hozirlardan bormi aytib bera oladigan? Modernizatsiya
solishtirilmayotganligidandir-da, deb yozib qo'yibdi. Chegarachilarimiz nikilardan sizlar. Qaytib qo'ydi, modernizatsiya. Yutqizdi bitta qizimiz. Chegarachilarimiznikidanmi sizlar? To'g'ri ayting. Hayır. Chegarachilarimiz nikilardanmi sizlar? Bo'ldi, chegaraniki bo'ldilar. Mana o'qoldimi? Sizlar, sizlarga 30 soniya vaqt beraman, bo'lmasa keyin shart tugatamiz. O'torilan go'lik. Sizlar vaqtimiz tugadi. Aytib ko'r oxirgi marta qo'lingdagi. Modernizatsiyalashtirilgan turda. Shunaqa aytdi? Modernizatsiyalashtirilmayotganligidandir deb aytdi. Bo'ldi. Uchaylarni ham 100 mingdan yer olib berasiz. Demak, shartimiz g'olibi topilmadi, o'qituvchiga bitki. Gul qani gul? Davr sovuq qoldi, boshla. To'lqin, bu yoqqa kel. Sen hamma tayyormi? Jon-joylarga o'tirib boshlaymiz. Otabek, ke gulvazmini ochib berasan, ke uka. Ke. Lamatsa qilmanglar uka. Mikrofonni olib ketib qolmalaring. Qo'limda sochiq, gulbazim ochiq. Ol, birortang olgin. Archana aytib. Tokchada qolishib, eshakimizga boshqa. Davrani o'zingizlar sovutyapsizlar, aytib qo'y, bitiruvchilar. Orqadagilar oldinroqqa chiqib o'tiringlar, iltimos. Gul verdingiz tanimay, erga tegin qaramay. Bo'ling tezroq. Sevgi nedir debdi neger, sevgi yomon debdi hijron, sevgi zo'r deb ko'r, ishonmasang sevib ko'r. Pichoq otdim tolga, qaytib kirdi polga. Hozirgi zamon qizlarini berish kerak cholga. Gulingiz o'xshaydi sebizotga, o'zingiz o'xshaysiz begimotga. Gul berdingiz suzilib, rezinkada cho'zilib. Omad kelib yutqizasizlar qizlar. Kimdirlar gapda zo'r, kimdirlar kuchda zo'r. O'zing bu 5 kunlik dunyoda chiqararkan zo'rdan zo'r. Ariq bo'yida chigit, chigitni suvda uvet.
Agar qiz yigit yuragim desa, uni duosi yigit. Gul berdingiz yaltirab, kal boshingiz yaltirab. Abbos, bu yerda Barsani muxlislar o'tiribdi. Bularga ham berlaring. Gulingizda hidi yo'q, o'zingizda didi yo'q. Olma oqib keladi, beha oqib keladi. Menga gul bergan yigitni burni oqib keladi. Ey qizlar, sizlar buncha oshiqlar, biz yigitlar oldida yuvilmagan qoshiqlar. Gulingizni olaman, sumkamga ham solaman. Agar qaytarib olsangiz, aylantirib solaman. SMS yozding yigitlarning she'riga, endi yozma dugonangning yeriga. Yigit qizga jilmayib, sizni sevaman debdi. Qiz ham unga jilmayib, bor damini ol debdi. Jamshid daming ol debdi. Jan bu o'qi yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, sinfdoshlarim omon bo'lsin. Yigitlar internetda emas, chetda o'ynaylar. O'zingga beribsan bezak, biz uchun bir qop tezak. Oldiga berib ket. Ver. Gulingizni olganim, sizni hurmat qilganim, bandidan ushlaganim, baxtli bo'ling deganim. Gul gulga qarab kul, hozirgi qizlarning dardi faqat pul. Gulingizni bagri Gulingizni bagri yo'q, kallangizni sharigi yo'q. My name is Joanna. O'rik guli gul emas, atirgul turganda. O'ruz qizi qiz emas, o'zing qizi turganda. Sizga o'ynab bering menga. Osmonda kaptar, qo'limda daftar. Menga gul bergan qiz eshakdan battar. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti. Gulingiz sumbul, o'zingiz dumbul.
5 gram olib olibdi, uyimizda kelin qiling deb onamga yotib. Sizda qora qoshlar bo'lsa, bizda qora ko'zlar bor. Sizda aldab ketish bo'lsa, bizda tashlab ketish bor. Bir chekada o'tirsam, akajon deb chaqirdi, bir chekaga olib o'tsam, dadajon deb baqirdi. Gul gulga qarab kul. Gul berdingiz mehr bilan, baxtli bo'ling negir bilan. Osmondagi oqishni orli yigit otmaydi. Kuy beshikda bolalari sevgisini sotmaydi. Ko'cha to'la qizlar, yevro remont yuzlar, agar yomg'ir yog'arsa juda ko'p yalmog'izlar. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz. Uzoqdagi terakdan yaqindagi tol yaxshi. Ba'zi bir yigitlardan fermadagi mol yaxshi. Ey go'zal, lablar asal, nariroq tur, qichimagasan. Gul berdingiz bir dona, xursand qilay bir pasta. Qozonda yoq chuchiydi, menga gul bergan qizning lablari qichiydi. Bo'ldi, Gulbazmani shu yerda tugatamiz. Bo'ldi, yetadi. Qiz bolalar yutdi deganlar bitta balet qo'ysin. O'g'il bolalar yutdi deganlar bitta balet qo'ysin. Kim yutgani ko'rinib turibdi, ommaviy raqslarga marhamat. Joyga o'tiraylar. Tortlarni kesamiz. Yana bitta pichoq bering.
Oxirgi shartimiz hurmatli bitiruvchilar 3 nafar to'rt ushlagan qizlar va ularning paralari yigitlar chiqinglar tezroq faqat. Vilkani qo'yib qo'yamiz. Yoqqa tur, bir chekkadan turinglar, tezroq turib olinglar. Kimga sherigisan sen? Sevdonimi? Pokiza sheriging. Yana kim bor? Boshqa yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Chiqinglar tez. Doston akam kesib Eng kattasi shu edi. Menga boshqa beringlar. Mana kesib turibdi. Eshitinglar, qo'linglarni ishlatmaysizlar. Tushunarlimi? Qizlar sizlar ham qo'linglarni ishlatmaysizlar. Sharilkada yeydi. Tushunarli? Artish kerak emas. Oxirida artadi o'zlari.
Qolgan bola o'tirmanglar, iltimos qilaman. O'tirmanglar. Pokiza bo'ldimi? Sizlarga tugadimi? Qarab turib. Qolmadi. Dilnoz tashidagi yarmi qo'lda ko'tarib naraqa. Ikkita paramiz birga yeb bo'lishdi. Adashmasam. O'ynab bersin endi. Bularni tozalasinlarmi tarilganda? Yana vaqt bering tozalashga. Ikkalasi g'olib bo'ldi. Eng oxir shartimiz ham yakunlandi. O'ynab bersin endi. Hammasi ommaviy raqslarga. Marhamat bo'ldi. Tinch oman hammalari uylarini yetib olinglar. Amin, amin. Kelinlar uchun ikkita qo'shib qo'yman.